gunoh tufayli insonning boshiga keladigan 15 ta zararli holatni faqat unvonini, faqat bir qatorni aytib berib qo'yamiz. Gunoh sababli avvalambor Allohning g'azabi bor. Ikkinchidan, mu'minlar gunohni ko'p qilgan bandani karih ko'rishadi. Uchinchidan, gunohni ko'p qilgan kishi rizqidan mahrum bo'ladi. Rizqining barakotidan mahrum bo'ladi. To'rtinchidan, ilmdan mahrum bo'ladi. Beshinchidan, gunohni ko'p qilgan kishining boshiga balolar keladi. Chunki Ali ibn Abi Talib aytganlaridek, insonning boshiga balo faqat qilgan gunoh tufayli keladi. Boshimizga ne balo kun kelsa, albatta o'zimiz qilgan gunohlarimiz bunga sabab bo'ladi. Oltinchidan, Allohdan uzoq bo'lishlik. Gunohni ko'p qilgan kishining qalbi qatiydi, qalbi qorayadi. Gunohni ko'p qilgan kishini Alloh taolo o'zidan nari qiladi. Yettinchidan, odamlar orasida yashashiga qaramasdan gunohni ko'p qilgan kishi o'zini yolg'iz his qiladi. Sakkinchidan, qalbda va yuzda qarolik bo'ladi.